Bismillahirrahmanirrahim. Türkistan keçeleri romanı hakkında. Edip Necip el-Keylani eserlerinin baş temisi İslam dünyasının mevcudiyeti ve kimlik görüşüdür. Türkistan keçeleri namlıq mazkur roman 1971 yıl yazılgan bulup, eserinin kiriş söz ornudaki kısmıda bayan kılınğanıdak Necip el-Keylani hecgi barğanıda Mekke'de ticaret kılıdığan Türkistanlık bir bovayının hayat hikayesini öz ağzından anlaydı. Hikaye, Şarkı Türkistan halkının kalbide çonqur orun algan, Xitay istibdatıga karşı örlük izdigen Xociniyaz Hacı yığılıqı bilen başlap, Altay Bürkütü Osman Batur'nun köreşleri ve akıbeti yanıla Kızıl Xitay'nın çangılıda kalgan anımetininin 1930 yıldan 1951 yıllargısı boğan kısmetlerini bayan kılıdı. Buvayning haqiqiy kechirmishlaridan ta'sirlangan Edip Keylani qalamini qo'lga olib, asliga sodiq bo'lib, joyida badiiy jonlantirishlar bilan bir adabiy roman yozib chiqdi. Roman mazmun jihatdan o'xshib ketadigan va Uyg'ur xalqiga tunishliq bo'lgan Uyg'ongan zaman 1988 yil nashr qilingan va Ana yurt 2000 yillar. Mushu romanlardan xilal burun e'lon qilingan. Shundaqla chet elda hamda birinchi qo'l shoirning o'z og'zidan birinchi shaxs tilida har qanday tasqash va putashlardan xoli bayon qilingan hayot sarguzashtisining badiiylashtirilgan holidir. Necip el-Keylani hikoyani 1930 yildagi Xitoy istilosidan boshlab Uyg'ur qizga uylanish niyatida bo'lgan Xitoyni bir ofitser, qizning otasini bo'lsa Qumul amiri deb jonlantirdi. Şarkı Türkistan xalqi 1884 yıldan beri Xitaylarning istilasi ostida ezilmekte. 1931 yildagi Qumul inqilobning pilsini tutashtirgan voqea haqiqatan bir Xitoyning bir Uyg'ur qizini majburiy nikohga ilishga tirishishidir. Lekin bu yüzsüz Xitoy bir ofitser emas, aslida 1931 yilning 5-ida Jinshurun tarafidan Qumulning Arturik noyisiga qarashliq Shupulga joylashgan Egizga boj topshirish boy boshqaruvchi bo'lib tayinlangan Jangoxu ismli bir Xitoydir. Qizi so'ralgan kishi saltanatli Qumul amiri emas, balki Qumulning 120 kilometr sharqiga joylashgan Shopulning durg'isi Salih Durg'u degan kishidir. Jangoxu zo'rliq bilan Salih Durg'uning Aysxon yoki Aynisaxon o'lgangan zaman 169-yilda shuna qilinibdi ekan. Aysxon ismli qizini nikohga olmoqchi bo'ladi. G'ururluq Shopul Durg'usi Salih Durg'a va do'sti Uchbigi, Dehqonbigi, Charobigi, Suvbigi, Abduniyaz Merab va atrofdagi ba'zi durg'lar to'yni ma'qullaydi va yerlik urf-odatlarga uyg'un to'y uyushtiriladi. To'y kechasi ayolchi kiyingan kelin Chimildiqda Jangoxuni, taladikilar Jangoxu bilan birga kelgan Xitoylarni naq maydonda yer tishiltidi. Shuning bilan Qumul tog'larida inqilob birdek partilaydi. Keyin Salih Durg'a va Abduniyaz Merab qatorliqlar Xo'jiniyaz Hacıga bay'at qilib, inqilobda faol xizmat ko'rsatdi. Inqilob mag'lub bo'lgandan keyin Salih Durg'a Xo'jiniyaz Hacı bilan birga 108 kishi 1938 yilning oxirida o'ldirildi. Muallif Keylani Sharqiy Turkistonni shimolga joylashgan bir davlat, qizlarini sariq soch, ko'zi ko'k, xuddi Slav millatlaridek tasvirlaydi. Ba'zi dialoglarda dengiz to'lqinlari bilan elishish va qutqizish kemasi tilga ilinadi. Vaholanki, Sharqiy Turkiston dengizdan eng yiroq, O'rta Osiyoning kinikiga joylashgan, qizlari qunduz qarasi sochlari, qo'y ko'zlari bilan tasvirlangan bir yurtdir. Bulardan muallifning ehtimol texi yarashalashish degandek taraqqiy qilmagan 1970 yillarda cheklik imkoniyatlar tufayli Sharqiy Turkiston haqida atrofli quchiriq ega emasligini, balkim hech qachon biriq boqmagan, hatto xarit yuzidami ko'rib boqmagan bo'lishi mumkinligini faraz qilishga bo'ladi. Shumi bir haqiqatdirki, badiiy asarlar reallikdan ustun turadi. Qalam egisi voqelikning texmi jonliq yoritilish ehtiyojiga qarab o'z tuyg'u tasavvurlarini qo'shib qo'ydi.
Muallif O'rta Yer dengizi bo'yiga joylashgan Misr mamlakatida tug'ilib cho'ng bo'lgan biri bo'lish sifati bilan Misr va Arab dunyosiga tunishliq bo'lgan dengiz va shuningga aloqador tasvirlarni, shundaqla shimol ellarining xalqlarining tipik tasvirlarini qo'llanishi nihoyat normal ahvol deb tushunishga bo'ladi. Muallif balkim Turkiston nomidan chiqib turib, Turkiya turklariga o'xshatib qolgan bo'lishi mumkin. Muallif yana bir yerda Xitoy ofitserining Afyun urushini boshdan kechirganligini e'lon qiladi. Halbuki ikkinchi qatimliq Afyun urushi 1860-yili oxirlashgan bo'lib, romandagi tarixiy davr bo'lgan 1930-31 yillardan 70 yil burungi voqeadir. Demak, Necip el-Kaylani Xitoy tarixidagi ikki qatimliq Afyun urushidan xabardor, ammo tarixiy davr haqida xatolik qo'ygan. Adib Necip el-Kaylani mazkur romanda bayon qilgan tarixiy voqealarning ilgari-keyinligi, inqilobchi tarixiy shaxslarning ismlari va voqealarning chinligi cho'ng jihatdan to'g'ri bo'lib, ba'zi inchik tafsilotlarda yanglishib ketishi aslida o'ziga tamoman notanish bir aloqada qalam tavratgan biri uchun saqlanib bo'lmaydigan bir ehtimollikdir. Romanda avtor hikoyani Qumul shahar ichidan, Qumul Vangning saroyidan boshlaydi. İnqilobni boshlaganlarning birining Qumul amiri ekanligini ilgari suradi. Ammo tarixiy yozma manbalar va iz uyg'ongan zamin qatorliq tarixiy romanlardami o'z davridagi Shah Maqsud Vang yoki o'g'li Qo'rchoq Nazar Vanglarning hech qachon xalq tarafdori bo'lmaganligi bayon qilinadi. Mazkur romanlar yoki vatanda e'lon qilingan mavjud yozma manbalarni kommunist tarixchiligi va adabiyotining feodalizmga qarshi maydonining taqozosidan burmalanganmikin desak, 1949-yili vatandan hijrat qilib chiqib ketgan o'z vaqtidagi Xo'janiyaz hojining kotibi marhum Hamidullo Muhammad Turpani o'zining Turkiston tarixi, ya'ni 1931-yildan 37-yilgacha bo'lgan aralıqdagi Turkiston inqilobi tarixi nomli asrida iz va uyg'ongan zaminning maydonini tasdiqlaydi. Shunga Uyg'ur o'qirmanlarini qaymoqtirib qo'ymaslik uchun asardagi faqatla Qumul amiri Bekka, Qumul sarayi Bek qasriga almashtirildi. Romanda yana ba'zi bir haqiqiy tarixiy voqealarga aloqador xato ma'lumotlar bo'lib, muhimroqlaridan qo'lji qurilgan Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining qurilish tarixi 1945-yili deb berilgan bo'lib, to'g'risi 1944-yili 12-noyabrdir. Romanning bosh personaji Mustafa Murad Hazrat, ma'shuqi Cho'lpon, og'aynisi Mansur Do'rg'a, Rizvangul, Xitoy saqchilar Chilli, Bog'ding, Satrash Abdulxoliq qatorliqlar muallif tarafidan yaratilgan personajlar bo'lib, Beg, Og'choyim va Bek qizi, Xo'janiyaz hoji, Sharifxon To'ra, Alixon To'ra, Ahmadjon Qosimi, Osmon Batur, Muhammad Emin Bug'ra qatorliq ijobiy shaxslar va Xitoy ofitser Jin Shurin, Shing Shisay, Wu Jongshin, Zhang Jijong qatorliq ishg'olchi Xitoylar, qonxo'r istixborotchi Seydaji, boshliq Pushchajilar, Burxon Shahida qatorliq kommunistlar haqiqiy tarixiy shaxslardir. Romandagi ba'zi mazmunlar tarixiy saboq nuqtasidan bugungi qismatlarimizga intayin yorqin selishtirim bo'la oladi. Birinchi, romanning tunji temasi bo'lgan 1930-yillarda Sharqiy Turkiston qizlarining Xitoylarga atalmish qonunliq nikohga zo'rlanishi, ya'ni bu qismat 1933-yildan 44-yilgacha bo'lgan aralıqda hukm surgan Jallod Shing Shisay davrida texim avjiga chiqqan. Atalmış xalqlarning erkinligi tarafdori bolshevik ruslar yoki tajovuzchi Xitoylarning har fursatda bir xalqning g'ururi bo'lgan xotin qizlarga ko'z tikkanligi, hatto ruslarning Sharqiy Turkistondagi nasllik sog'liqlarini tinch qo'ymaganligini, Shing Shisay davridagi majburiy ishpiyonlik va buning natijasi bo'lgan ota boladan, aka inidan xotirjam bo'la olmaydigan o'zaro ishonchsizlik, xohlagancha odam tutish, to'qilma bahonalar bilan turma lagerlariga qamashlar. Shing Shisay va Rus kommunistlarining razil abtibashlaridan biri bo'lgan ijtimoiy axloq dushmanligi, ayollarga chin ma'nodagi hurmatdan yo'qsul ekanligi nihoyat ro'shan o'tirib qo'yilgan bo'lib, Cho'lpon xarakterining o'zini qurbon qilish badaliga Bek qizi va oilasini qutqizib qilishi. Gerçi ko'rinishda bo'lsa-mu iymon etgan Bog'ding xarakteri bilan birga yashash jarayonida aroq o'ginib qilishi. Shing Shisay yoqtirib qolganlik uchun Oltay tarafdan elib kelingan, faqatla oilasining zavolini xohlamaganlik uchun Shingning ish pushqin chiqarishiga ishlab kelgan yosh qiz.
Mansur Durg'uning ayolining oyoq osti qilinishi, kommunistlar besib olgan rayonlardagi ayollarning kiyim-kechak islohoti qatorliq oz ammo ibratli misollar orqali kommunistlarning naqadar nomussiz ekanligi, bu xil noinsoniy hokimiyat tuzilmasi ostida Sharqiy Turkiston xalqining naqadar ig'ir kunlarni boshdan kechirganligi bayon qilinadi. Halbuki bu faqatli kelmasib ketgan o'tmish emas. Balki bugungi kundami buningdan kam qolmaydigan qo'rqinchli manzillar Sharqiy Turkiston zaminining ko'tarilgani yo'q. Günümüzdəmə Şərqi Türkistanda məcburi Millətlər İttifaqlığı ülgülük ailləri, tuqqandarçılıq, atalmış tərbiyələş mərkəzləri namındakı lager və türmələrdə erkidin məcburi məhrum qılınğan qız ayollarga, hətta ərlərə qılınıyotgan insan qəlbidən çıxan zulm haqarət, milli xorluq, ürf-adətə, dini etiqadqa, cümlədən tiriklərinin məscid camilərinə, ölüklərinin qəbr mazarlarına qılınıyotgan dəfsəndiçilik, Şərqi Türkistanda yoki Xitoy өлkələrdəki karxanalarda məcburi arzon maosh bilan xizmat qilish, zamonning ne'matlaridan bo'lgan tor aloqa imkoniyatining xalqni ta'qib ostiga olishda foydalanishdek siyosat oz kam 100 yildan keyingi bugungi kundami qonxo'r Shi Jinpingning rahbarligi va jallod Chinchangoning bevos yetakchiligida qayta o'ttirib chiqdi. Bu musibat qarorlar günümüzdəmə Şərqi Türkistan xalqı arasında həddidən ziyoda ehtiyatçanlıq, dərdini ichiga yutish, dunyo tugul eng yaqinig'ini anlatolmaslik, eng ig'iri din, irq va madaniyat farqiga parvo qilmay ching tutilayotgan majburiy to'ylashish oz bo'lmagan Sharqiy Turkiston qizlarining va ularning ota-onalarining qon yeshiga sabab bo'lmoqda. Ikkinchi, romanda Şərqi Türkiston xalqining o'z g'ururi va ar-nomusini qo'g'dash uchun Xo'janiyaz hojining atrofiga uyushib qilgan janglari. Jangga aktiv ovoz qo'shganlarni Uyg'ur yoki Qozoq, O'zbek yoki Qirg'iz demay, birli kimlik Musulmon Turkistonlik salohiyati bilan ifodalab, xalqimizning azaldan beri tar doirada millat, qabila ayirmay Turkiy musulmonlik kimlik ostida hur va ittifoq yashaganligi faqatla Misrlik adib Najib Kaylaniyning adabiy tasviri bo'lmasdan, aksicha tarixnomalardami doim uchraydigan bir haqiqatdir va buning eng yorqin misoli 1933-yili Qashqarda qurilgan Ma'arif noziri O'zbek, harbiy qo'mondoni Qirg'iz bo'lgan Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati mizdir. Ammo bugungi kunda bizlar Sharqiy va G'arbiy Turkistonda kommunistlar o'rnatgan necha avlod qizil ma'arifning natijasida Turkiston xalqini turli millatlarga ayirib, biz va ular deyishga boshladik. Eng muhim bo'lgan tigi bir turk, dini bir musulmon qavm ekanligimizni hammamiz unutib, tar millatchilikda jahillarcha azvaylamoqdamiz. Sovet ittifoqi parchalangandan keyin G'arbiy Turkistonda qurilgan Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston qatorliq 130 millat yashasimi birli millat nomi bilan qurilgan jumhuriyatlarga qarab bizmi Uyg'uriston quramiz degichilar Uyg'ur xalqining butkul Turkiston tarixidagi madaniy va ma'rifiy o'rnini tar doiraga tushirib qo'yayotganligini, behuda tar millatchilik qilayotganligini to'nib yetilmaganligidan boshqa narsa emasdir. 3. Adib Najib al-Kaylani asarlarining bir aloyiligi islomiy kimlik, sog'lom e'tiqod bakrak oldingi planga qo'yilganligi bo'lib, bu asardami Sharqiy Turkiston mujohidlari va rahbarlarining kallasida nihoyat aniq bo'lgan islomiy mavqe intayin ustunlik bilan aks ettirilgandir. Asarda tilga olingan tarixiy sharoitda Vatanimiz gerçi zamonaviy ma'arif texi yangi bix surishga boshlagan, an'anaviy ma'arifmu nisbatan tar doirada va keyinda qolgan bo'lishiga qaramay, Xo'janiyaz hoji, Sobit Damullam, Sharifxon To'ra, Alixon To'ra va Osmon Botirlarning ummat yangi kuchlik islomiy ilm asoslari mustahkam, xalqaro masalalarga qarta bor imkoniyat doirasida aloqador bo'lish va tangsashda o'z zamonasiga nisbatan qobiliyatli kishilar edi. Gerçi inqilob xeyli uzun davomlashgan bo'lsa-mu, shu davr sharoiti, xalqaroliq manfaatlar Sharqiy Turkiston xalqining orzusiga qarshi qo'dalganligi uchun oxiri oqibatda mag'lubiyatga uchrab, vatan munqariz bo'ldi. 4. Kaylani kelkunda Xitoylarning Sharqiy Turkistonni kengaymichi chorliq Rossiyasidan keyin saxtipaz bolsheviklarning G'arbiy Turkistonni bosib olganligini tilga olish orqali azaliy qon qarindosh va dindosh Buyuk Turkiston xalqining majburiy ayritilganligini Imom Buxoriy, Farabiy, Ibn Sina va olim Biruniylarning ona vatanini arab dunyosiga tunishtirgan.
Gerçi bolşeviklardan qaçqan G'arbiy Türkistonlik ziyoli o'limalarning hikoyasi tilga ilinmagan bo'lsa-mu, o'z vaqtida 1949-yili atalmış Azadlık Armiya Sharqiy Turkistonni bir pay o'q atmay istilo qilishdan burun Stalinning qonliq siyosatidan qaçqan nurg'unlagan ziyoli, adib va o'limalar jumladan asli ushluq o'zbek o'lima, sobiq Sharqiy Turkiston Jumhuriyati raisi Alixon To'ra Sag'uni Sharqiy Turkistonda panohlik erishgan edi. Vaholanki, bugun mustaqillikqa noil bo'lgan bu zamonlarda qurilgan hokimiyatlar kommunist Xitoy hokimiyati bilan ig'iz burun yalishib, panohlik tilgichilarga kun ko'rsatmayotmoqda. Roman badiiy tasvir va adabiy til jihatda intayin muvaffaqiyatli yozilgan bo'lib, Tundi nashrdan buyanqi oz kam yarim asr ichida turkcha, inglizcha qatorliq nurg'un tillarga tarjima qilingan. Romanni haqiqiy qahramonlarga, asli taqdim qilinish kerak bo'lgan Sharqiy Turkistonlik o'qirmanlarga armag'on qilish vaqti nihoyat yetib keldi. Asar arab tilidan bevosita Uyg'ur tiliga tarjima qilingan bo'lib, romanda tilga ilingan haqiqiy tarixiy shaxslardan Sharqiy Turkistonlik mujohidlar, istilochi Xitoy tajovuzchilari va ularning kommunist gumochchilaridan ba'zi shaxslarning haqiqiy rasmlari mazkur Uyg'urcha tarjimaga xos qilib, kitobning boshida qo'shimcha qilib berildi. Roman ichidami mazmuniga munosib ba'zi bir tarixiy suratlar qistirildi. Tarjimada qo'ldan kelishicha asliga sodiq va ayni fasohatda ifodalashga tirishildi. Ammo tillar orasidagi muqarrar farqlar tufayli yanala savalliklarning xoli bo'lmaslik tabiiydir. Bu borada har bir o'qirmanning to'g'ri tushunishiga havola qilamiz. Sojiya Islom tadqiqot markazi 2020-yili Istanbul